Antaliya Bilimlar universitetining hovlisidamiz. Qarang qanday chiroyli. Palma daraxtlari, katta hovuz qilingan. Talabalar arxitekturasiga e'tibor bering, mana chiroyli. Ko'zni quvontiradi. Bilimga chanqoq yoshlar uchun juda go'zal. Sharq va g'arb arxitekturasini o'zida mujassam qilgan. Umid qilamizki, bizning talabalar ham bir kuni mana shu yerlarga kelib, o'z bilimlarini yanada oshirishadi. Jonajon vatanimizni nufuzini, obro'sini oshirishga xizmat qilishadi kelib. Go'zal tabiat, go'zal joylar. Antaliya Bilimlar universiteti.